dolzarb yangiliklari bilan dunyo yangiliklari o'z ishini boshladi. Xarkov oblasti chegarasida vaziyat keskin yomonlashdi. Bu haqda nimalar ma'lum? AQSh Kiyevning hududlarini qaytarish maqsadiga qo'shilmasligini bildirishi kerak. Rossiyaning Xarkovga hujumida AQSh Ukrainani qo'llab-quvvatlaydi. Jon Kirbi. Aleksandr Lukashenko Belarus qurolli kuchlari bosh shtabi raisini lavozimidan chetlatdi. TASS. Xarkov oblasti chegarasida vaziyat keskin yomonlashdi. Bu haqda nimalar ma'lum? Rossiyalik harbiylar Xarkov oblastida yangi yurish boshladi. Chegaradagi shahar va qishloqlar aholisi evakuatsiya qilinmoqda. Yangi yo'nalishdagi hujumdan maqsad bufer zona tashkil etish bo'lishi mumkin. Rossiya qo'shini 10-may Xarkov oblastining chegaradosh hududlarida hujumga o'tdi. Juma kuni tongda ikki tomonning harbiylashgan Telegram kanallarida Rossiya qo'shini Belgorod oblasti tomonidan Ukrainaning chegaradagi qishloqlariga kirib kelishga urinayotgani haqida xabarlar tarqaldi. Bugun erta tongda Xarkov va oblastdagi obyektlar bo'ylab faol raket, artilleriya va bomba zarbalariga start berildi. Shuningdek, Rossiya Federatsiyasi qurolli kuchlari quruqlik qismlari Xarkov oblastining Chuguyev rayoni Volchansk shahri yo'nalishida faollashgani haqida xabarlar kelmoqda, deya yozgan Voyenniy Osvedomitel harbiylashgan Telegram kanali ham. Chegaradagi vaziyat keskinlashganini dastlab Xarkov oblasti ma'muriyati rahbari Oleg Snegubov tasdiqladi. U rossiyaliklar region shimolini o'qqa tutishini kuchaytirganini va diversiya razvedka guruhlari chegaradan o'tish uchun muvaffaqiyatsiz urinishlarni amalga oshirganini ma'lum qildi. Ukraina qurolli kuchlari pozitsiyalarini nishon bilan ushlab turibdi. 1 metr ham boy berilgani yo'q. Raqib guruhi Xarkov uchun tahdid solmayapti. Uning kuchlari faqat shimoliy yo'nalishda provokatsiya qilish uchun yetarli, degan Snegubov. Ko'p o'tmay Ukraina mudofaa vazirligi ham bayonot berdi. Vazirlik o'tgan kuni mobaynida raqib Volchansk yo'nalishidagi boshqaruvli aviabombalarni qo'llagan holda zarbalar yo'llagan. Tunda esa mudofaaning oldingi marralarini artilleriyadan o'qqa tutgan. Ertalabki soat 5larda raqib zirhli texnikalar orqali bizning mudofaa chizig'ini yorib o'tishga urinishni amalga oshirdi. Ayni vaqtga kelib hujumlar qaytarilgan, ammo turli intensivlikdagi janglar davom etmoqda, deyiladi xabarda. Ushbu hududda mudofaani kuchaytirish uchun zaxira bo'linmalari yo'naltirilgan. Xarkov oblastida shiddatli jang ketayotgani haqida Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy ham bayonot berdi. U rossiyaliklarning yurishi artilleriya zarbalari bilan to'xtatilganini ta'kidlagan. Ukrainalarning Deep State tahliliy portaliga ko'ra, tundagi yurish ikkita uchastkada boshlangan. Strelka, Krasnova, Pilnaya, Borisovka qishloqlari hududidan to'g'ridan-to'g'ri Xarkov tomonga, shuningdek ruslar sharqda Volchansk shahri atrofida joylashgan Gatshichi va Plentevka qishloqlariga kirishga va o'rnashib olishga urinmoqda. Deep State tomonidan operativ tarzda yangilanib boriladigan harbiy harakatlar xaritasida Rossiya armiyasi birinchi uchastkada tezlik bilan oldinga siljigani aks etgan. Loyiha ma'lumotlariga ko'ra, Ukraina harbiylari rossiyaliklarning Pilnaya tomonidan kelib oblast ichkarisiga harakatlanishiga uringan 3 ta harbiy texnikasini yakson qilgan. Ukrainadagi manbalar tasdiqlashicha, Rossiya hozircha ancha ichkari kirib borish uchun zarur bo'ladigan miqdordagi kuchlarni harakatga keltirmagan. Ammo kelgusida shunday bo'lishi istisno qilinmaydi. Vladimir Zelenskiy ham shunga e'tibor qaratgan. Muhim jihati, ular shu yo'nalishdagi guruhni ko'paytirishni va qo'shimcha kuchlar olib kelishi mumkin. Bu fakt, ammo bizning harbiylarimiz, harbiy qo'mondonlik bu haqda biladi va dushmanni o't bilan qarshi olishga tayyorlangan. AQSh Kiyevning hududlarini qaytarish maqsadiga qo'shilmasligini bildirishi kerak. Jo Bayden ma'muriyati Kiyevning hududlarini qaytarish bo'yicha real bo'lmagan maqsadlarga rozi emasligini oshkora izhor qilishi kerak, deb yozadi Amerikaning Foreign Policy jurnali. Ma'muriyat Ukraina va Amerika manfaatlari bir-biriga to'g'ri kelmasligini va Kiyevning Ukraina hududining har bir qarichi qaytarish bo'yicha aytgan maqsadi real emasligini oshkora e'lon qilishi kerak, deyiladi maqolada. Nashrga ko'ra, Bayden AQShning Ukrainadagi harakatlarini strategik rejalashtirishga unchalik ahamiyat bermaydi. Oq uyning butun rejasi Kiyev uchun cheksiz pul oqimini ta'minlashdan iborat. Biroq muallifning fikricha, bunday strategiya ertami-kechmi barbod bo'ladi. Boshqa narsa muhim emas. Rossiya va Ukraina o'rtasida muzokaralar olib borishga intilish vaqti keldi, deb xulosa qildi Foreign Policy. Avvalroq AQSh Senati ovoz berishdan so'ng Vashingtonning ittifoqchilari, jumladan Ukraina, Isroil va Tayvan ma'muriyatiga tashqi yordam ko'rsatish to'g'risidagi qonun loyihasini qabul qilgan edi. Shunday qilib, Amerika Kongressining ikkala palatasi qonun loyihasini ma'qulladi. AQSh prezidenti Jo Bayden 24-aprel kuni xorijiy ittifoqchilarga, shu jumladan Ukrainaga yordam berish to'g'risidagi qonunni imzoladi. Rossiyaning Xarkovga hujumida AQSh Ukrainani qo'llab-quvvatlaydi. Jon Kirbi.
Qo'shma Shtatlar Ukrainaning 1,5 million aholiga ega Xarkov shahriga qaratilgan Rossiya hujumidan himoya qilish, Ukraina armiyasini qurol-yarog' bilan ta'minlash uchun kecha-yu kunduz ishlamoqda. Bu haqda Oq uy vakiliga tayanib, Detshveli xabar berdi. Ruslar Xarkovga kattaroq hujumga tayyorlanayotgan bo'lishi mumkin, dedi Oq uy Milliy xavfsizlik kengashining strategik aloqalar bo'yicha koordinatori Jon Kirbi. Uning so'zlariga ko'ra, Rossiya Xarkov yo'nalishida uzoq masofaga o'q uzishga tayyorlanayotgani haqida xavotirli alomatlar bor. Shu kuni Ukraina mudofaa vazirligi Rossiya armiyasining Xarkov shahri viloyati chegarasida harakatlari faollashgani haqida bayonot bergan edi. Mudofaa vazirligi frontning ushbu sektorida mudofaani kuchaytirish uchun zaxira bo'linmalari yuborilganini ma'lum qilgan. Aleksandr Lukashenko Belarus qurolli kuchlari bosh shtabi raisini lavozimidan chetlatdi. TASS. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko mamlakat qurolli kuchlari bosh shtabi raisi lavozimidan bo'shatdi. Bu haqda TASS nashri xabar berdi. Voqea haqida dastlab Belarus prezidenti matbuot xizmati xabar bergan. Bosh shtab raisi keksa yoshi sababli vazifadan ozod qilingani ma'lum qilingan. Manbaga ko'ra, general-mayor Viktor Glovich bosh shtab raisi va mudofaa vazirining birinchi o'rinbosari lavozimidan ham to'la ozod qilingan. Shu bilan birgalikda uning unvon va ko'krak nishonlarini taqish huquqi saqlab qolingan. Ma'lumot o'rniga Viktor Vladimirovich Gulichev 1969 yil 14 mayda Minsk viloyati Slutsk tumanida tug'ilgan. 2021 yil 11 martidan Belarus bosh harbiy shtabi rahbari va mudofaa vazirining birinchi o'rinbosari lavozimlarida ishlagan. Viktor Gulevich Rossiya va Ukraina urushini qo'llab-quvvatlagani uchun G'arb tomonidan sanksiyalarga uchragan. General rasman Yevropa Ittifoqining 27 mamlakati sanksiyalari ro'yxatiga tushgan. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.